Steladan kirgan chap tarafda bo'shlik bor ekan, shunga endi domiruющий bino bo'lishi bu yerda gavraski dom joylashtirdik. 7 qavatli dom bo'ladi. Birinchi, ikkinchi qavatni o'tiradi. Keyingisi tushganimizda most gabarit kichikroq ekan, shunga 2 palasali edi, 4 palasali qildik. Loyihada ko'rsatdik. To'g'ri. Tushganda mana bu 5 qavatlining orasida bitta 5 qavatli qurilma qolgan edi. Shu yerda ham 5 qavatli loyihani ko'rsatib ketdik. Besni proyekt boshlanishidan boshlab to nimagacha besni proyekt bo'ladi. Mana bu eski moliyani Xalq bankini oldigacha, bansiga kiradigan yo'l bor-ku, ana o'sha yergacha bo'lyapti. Fasadlarni menga taklifini ko'rsatasiz, rayonlarni tekshirib bormi? Bor. Xuddi o'zidan kelib chiqib, mesni proyekt berdik. Keyin noturarlarning orasida turargohlar hamda trotuar yo'llarni ko'rsatdik. Pastda akvatsiya bor ekan, buni kichik ishlab chiqarish sanoat hududi tashkillashtirmoqchimiz. Yo'lni ishlatadigan bo'ldik. Mana bu Toshkentdan kelgan mashina, Beyo'ldan kelgan mashina Toshkentga mayda svetofor bor hozir chorrahadan. Bu svetofor bo'lmaydi. To'g'ri o'tib ketadi. Mana bu chapga buriladigan yo'l yopiladi. Bu yoqdan o'tib, mana bu yerdan bunaqasiga yo'l bo'ladi. Mana yerda o'zi hozirda mana yerda yo'l bor. Yo'l bor ekan, bu peshxod qilamiz. Trotuar qilamiz. Mashina yuradi, mana yerda krup qilaydi xolos. Har 3 metrga nasos qo'yiladi. Mana kecha oldingiz aytdik. Buni turgan kerak emas. Faqat kabel tashlanadi. Buni quygan faqat kabel o'tadi, mana bu nasosi suvni faqat tepaga o'tkazaveradi. 25 metr 30 metrga o'tadi. Shuni atrofida odamlar ketmaydi. Eng beqarajat fontan shu bo'ladi. Suvoq fontan kerakdir, lekin ariq bor joyda qo'yib o'tirmaydi. Yo'l tushirdi. Amniyatlar stadion bor. Bu ham bor, butunlik kuga qarashdi. Chasil Mayda bu ham bor, workout hammasi bor. Mana shular workout ma'mul chekasi bir chetga joylashtirib olsang bo'ladi. Joyini topib, mana chekasi. Bu stadion ochiq bo'ladi. ochiq bo'lsa. Ochiq bo'lsa, mana chekasi shunday qilib, shu yerda workout joylashtirib olsang bo'ladi. Alohida joy kerak. Workoutga kelib shug'ullanadi, aylanib kelib o'z turna joyga shug'ullanadi. Stadion bu yerda workout mayda bo'lsa bo'lmaydi. Mana shu shug'ullanib turli-turliga tortinadi, workoutga yuguradi. Sportmenlar qilaveradi. Bu mayli uzilishini qilaversin, lekin bu yerda o'sha kitobxonlik, o'shqaydigan joy, 2-3 ta mana yaxshi chegaralarda marojxona, suvni bo'yida faqat sayrga. Suvda o'rniga hech narsa suvga qarab turish kerak. Mana bu yo'l ham bunda yo'q o'zi. Mana obyezoy 22 ta xonadon chas ketyapti. Qaysidandir 20 kvadrat, qaysidandir 30 kvadrat, qaysidandir 50 kvadrat mana shunaqa chas o'tyapti. O'tib bu yoqqa ulaveradigan qilyapmiz. Hokimiyat oldi taraf ko'chani yaqasidagi joyda ertadan texnikani tashlab, o'sha aytgan narsalarni qilib, ko'rinadigan qilib, chiroyli qilib yerda relyefga olish kerak. Bitta yo'lda qilib, o'sha parzenka tushib, ustidan ko'prikda qilib o'tib ketadigan qilsak, yo'lga odamlar qarab qilmaydi. Landshaft chizasan. Odamlar ko'prikdagi rasmiy tushdi.